Energiya tejamkorlik degan labbay deb quyosh panellari qo'ydik-da. Bu yerga ham. Quyosh panellari. Ha, quyosh panellari. Endi energiya elektr beradimi? Ha, biz ko'p elektr energiya ishlatamiz-ku. Biz shunga biz o'zimiz ham qo'yib sotamiz. Ikkovini boyagi suvni tan narxini arzonlashtirish, elektr energiyani iqtisod qilishga qaratilganda hammasi buni. Prezidentimizning 2023-yil 24-oktyabrdagi 343-sonli qarorining 10-ilovasiga asosan Toshkent viloyati suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tizim korxonalaridagi obyektlarda bosqichma-bosqich muqobil elektr energiya manbalaridan foydalanishga o'tilishi belgilangan. Ushbu qarorning ijrosi yuzasidan eng katta ishlarning o'zini aytadigan bo'lsak, bugungi kunga qadar Olmaliq shahridagi Sartamg'ali suv inshootiga 400 kilovat, Chirchiq shahridagi ochiq suv inshootiga esa 800 kilovat-soat quyosh panellari o'rnatilgan. Bundan tashqari, hozirda Qibray tumanidagi Qodiriya suv inshootiga umumiy quvvati 1000 kilovat-soatlik quyosh panellari o'rnatilgan bo'lib, ayni kunlarda qurilish-montaj ishlari yakuniy bosqichga yetgan. Bu kabi ishlar shahar tuman filiallaridagi inshootlarda izchillik bilan olib borilishi natijasida hozirgi kunga qadar umumiy ko'rsatkichlar 4 megavat soatdan o'tganini ma'lum qilamiz.